Bu video Hazar Asiplar uchun bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, obunachilar. Bizlar Xudo xohlasa bin Hazar Asip sitega emas, ya'ni Shohsaroy qurilish kompaniyasiga emas, obunachilar yurtdoshlar. Bu yerda Shohsaroy qurilish kompaniyasining ikkinchi loyihasi boshlangan munosabati bilan katta chegirmalar e'lon qilingan ekan. Xudo xohlasa bu haqida sizlarga ma'lumotlari Shohsatbekning o'zi berib o'tadi Xudo xohlasa. Dilshod yaxshi geldingizmi? Sog'lik, rahmat. Oydinmi ishlar? Oydin, xudo shukr. İkinci loyihamizdan boshlab berdik. Xudo xohlasa. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun yana Shohsaroy qurilish kompaniyasining ikkinchi loyihasi boshlanish munosabati bilan katta chegirmani e'lon qilamiz. Chegirmadan oldin bu yerda aytib turgan ishlarni sizlarga bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Obunachilar, bu yerda aytilgan ishlarni sizlarga tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsam, birinchi aytiladigan ish bir qatlamon qazilgandan keyin 15 sm dosh tashaladi. 15 sm dosh tashalgandan keyin üstüne 15 cm staj ketiladi. Stajdan keyin izolyatsiya etiladi. Yine bu izolyatsiyani görsangiz bo'ladi. Yine ikki qator izolyatsiya etiladi. Bu izolyatsiyadan keyin üstüne armatura shundan ikki qator to'kilib chiqariladi. Pasina 20 lik to'kiladi. Üstüne 12 lik tasaladi. Bu kolonnalar ham görsangiz bo'ladi, yine. Gelin yine. Kolonnalar ham 26 lik 26'lık, 22'lik, 18'lik armatura işletiladi. Teyine 2 santimetrlik list koyuladi. Bu izolyatsiyani döşmeslik için koyuladi. Endi obunachilar, bundan keyin nov bo'lishini birinchi loyihamizni ko'rsatib, sizlarga tushuntirib o'tib ketamiz. Novdan quriladi, nov material ishlatiladi. Shularni tushuntirib o'tib ketamiz. Keyin narxlamalarni videoning oxiridan ko'rsangizlar, ofisda batafsil tushuntirib beramiz. Yana ko'rtirganlaringizdan birinchi loyihamiz bo'ladi. Bu yerga kelishdan maqsadimiz birinchi loyihamizda novlar ishlatilgan bo'lsa, ikkinchi loyihamizda ham shunday narsalar ishlatishini ko'rsatib berajakmiz. Gazoblokini, lift joylarini, keyin gazoblok sifatini shularni ko'rsatib berib ketamiz sizlarga birgalikda. Yana bu ko'rib turganlaringizdan ikkinchi proyektimiz ham shu gazoblokdan ishlatiladi. Shundan aynalan davrakana uгольник qo'yiladi. Har bir arasına shunday ikki qatorni uгольник qo'yiladi. İkincisi gazoblok sifatini o'zi bir de ko'pchilik ko'rsatdi. Yana ko'rsatib o'tib ketamiz. Yana bu yerda mixak qo'yibmiz. Yana 50 kilolik xaltani ham qo'yib ko'rsatib beramiz yana. Yana sement olib bering. Oldingizmi? Buni qo'yish ko'rsatishimizdan maqsadimiz, masalan, xatirlar, opa-singillarimiz parda qalsa ko'taraman, televizor qalsa ko'taraman deyarligi uchun qo'yib ko'rsatmayacakmiz. Bu gazoblok Navoiyniki bo'ladi. Zarafshonda zavodunda chiqadi. Bellada yo'q. Bu yerda hamma ruchnoy qo'yib o'tirgani bu gazoblokdan emas, biza biladigan gazoblokdan emasdan bu. Bu chisti gazoblok haqiqiy. Buni endi ustalar aytadi, Rossiyada ishlatgan ustalar aytadi, shu Rossiyadan chiq gazoblok ishlatadigan bo'lsak, shundan ekan. Sifat ham o'zim shundan ekan deb aytadi. Hozir yana mix qaq qo'yibmiz yana. 50 kilolik qidani asib ko'rsatamiz yana. Yana götürganlaringizdan 50 kilolik polniyni ko'taradi. Mustahkam, qattiq narsa bu. Bo'sh emas. Atib ham ko'rsatib beraveramiz. Yana qattiqligini ko'rish uchun. Tak. Sen arakroqding deymasin yana. Gördingizmi? Baland bo'lmaydi bu gazoblokka. Sifatli gazoblok. Ishqilib shu narsadan foydalaniladi ikkinchi proyektimizdan ham. Bu lift joyi bo'ladi, lift joyi karoshda uriladi. 4 taraflama kolonna quyib chiqiladi. Rigel qo'yiladidan ichine shviller bor-ku, shvillerdan qo'yiladi. Imne o'rtaga hozir bu ustidan na urilgan, uncha ko'rinmaydi videoda. Shu shvillerga qatilinadi, yani pastda ko'ringan joyi bor ekan. Lekin nima yaxshi ko'rinmaydi. Shvillerga lifti nasi bu barchalardan vaziri şu an qatilinadi. Keyin domimizni yana bir ustunliklarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Uni balandligini ko'rsatib o'tib ketamiz hozir. Bu yana ikkinchi etajimizda 3 xonali xonadonimiz. Bir 76 kvadrat metr bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdan bu yerda spalni, bu yerda spalni, balkon ham bor katta. Bu yan tarafimizda, chat tarafda zalimiz bo'ladi. Bu yerda o'ngda kuxnyamiz bo'ladi, bu yerda banyo tualeti bo'ladi. Yine ko'rib turganlaringizdan balandligi 308 bo'ladi yana. Baland bo'ladidan uyingizda 4-5 odam kelganda havo bemalol aylanib turadi yozin qishin. Yine gazoblokka o'rtalarida shunday uгольник qo'yilib ketiladi-dan bu tuttirish uchun. Ichine keyin sim qo'yiladi. Trishina bo'lmaslik uchun. Bu aynan davrakan ham yana
uğulnik qo'yiladi yana ikki taraflama. Eshikda var ekan shunday bo'ladi yana. Bu o'ynab ketmaslik uchun da tutib turadi. Bu 5-etajimiz bo'ladi yana obunachilar. 5-etajdan 6-7 etajdasangiz yana hamma joy ko'rib, bu yana qarasangiz Xazaris, bu yana qarasangiz Bag'at, bütün hamma joy ko'rinadi bu 5-etajda. 6-7ga chiqqanda bundan ham xo'shroq bo'lib ko'rinadi. Keyin adresga keladigan bo'lsak, bu birinchi loyihamiz adresi yana bu gaz zarani yo'liga kirgandan sho'da. İkinci loyihamiz adresi bu yana gaz zarani yo'li bo'ladi, bu ham sentran yo'l bo'ladi. Shuni ikkisining o'rtasidan yana yo'l o'tadi, bog'lovchi yo'l yana. O'shadan asfalt yo'l o'tadi. Bu ikkinchi loyihamiz, ana ikkinchi loyihamizda ish ketdi, qatlama 80 sm beton ishlari quyilib, zatib turibdi. Endi sizlarni ko'p kuttirmasdan yangilikimizga donishtirib o'tamiz, ofisimizga borib ikkinchi loyihamiz boshlanish munosabati bilan bomba aksiyamiz bor edik. Buni ofisimizga borib donishtirib o'tib ketamiz. Hozir adres aytib bersangiz, bu yon tarafdan Hazaras bozoridan tarafdan hamkor bank CS gazetadan tarafdan kelishda 10 qo'lda yurtdoshlar. Agarda bu yon tarafdan ot yon tarafdan kelishda bozor tarafga kelishda bansa yo'li bu. Chap qo'lda yurtdoshlar. Eng qiziqli joyga keldi. İçeri giremizden Şaşatbek'in özü bizlere narx-navo bilan tanishtirib o'tadi. İçeri giremiz xudo xolsa. Hurmatli obunachilar, endi eng asosiy joyga keldik. Sizlarni narxlar bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Xonadonlarimizni har bir kvadrat metr o'zi 5.300.000 so'mdan sotilib turadi. Endilikda xalqimiz uchun yangi boshlangan ikkinchi loyihamizga 31-aprelgacha chegirmamiz e'lon qilamiz. Bu chegirmada xonadonlarimizni har bir kvadrat metri 4.300.000 so'mdan atib belgilaymiz. Boshlang'ich to'lovi oldindan 30%. Qolgan summani 2 yil davomida bo'lib o'z narxida to'lasangizlar bo'ladi. Hech qanaqa bank, hech qanaqa foiz aralashmaydi. Foizsiz o'z narxida 2 yil davomida bo'lib bersangiz bo'ladi. Obunachilar, sizlarga Xazaras sitini bitgan holatini ko'rsatamiz yana. Ham domlamiz nida joylashganini ham ko'rsatamiz. Yaqinroqdan oling. Yana bu ham gaz darani yo'li bo'ladi yana. Bu ham taraf sentralniy yo'l. Bu yerda yana asosiy yo'l tushadi yana, asfalt yo'l. Ikki yo'li bog'lovchi yana. Yana shu yerda yana shu dom bizaniki yana. Ikki podyezdli. Ikkinchi loyihamiz. Bu yerda birinchi loyihamiz. Yana bu ikkinchi loyihamiz obunachilar. Bu yana yurtduslar lokatsiyasi ham qulay joyda. Telarina hammasi do'kon bo'ladi yana, asosiy yo'l bo'ladi bu xudo xolasa. Yana bu yana maktab bo'ladi yana. Yana bu bog'cha. Maktab bog'cha ham yaqin joyda joylashgan bo'ladi. Yana bir yangilik aytish yodimizdan chiqaribmiz. Endilikda siz uyingizdagi mashinangizni ham barter etib bizdan joy xarid etishingiz mumkin. Buni tartibini chiqib oladi. Sizda yangi mashina bo'lishi mumkin yoki eski mashina bo'lishi mumkin. Yangi mashina bo'ladigan bo'lsa, bozorga chiqaramiz. Bozorda narxlanadi. Narxlangan bahosidan 2 million, 3 million qimmat olamiz. Eski mashinalarimiz bo'lsa ham bozorga chiqaramiz yoki kimdir mashina olib sotuvlarga ko'rsatamiz. Shu narxlagan bahosidan liboy joyga ko'rsatib, narxlagan bahosidan 2 million, 3 million biza qimmat olamiz. Shoda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Ofisimiz hamma vaqt ochiq, shartnomalarni hammasini shoda tuzamiz. Sizlarni Shohsaroyda kutib qolamiz. Kelaverasizlar.